Assalomu alaykum. Bugun sizlarga tushuntirib bermoqchi bo'lgan mavzuim sensor, harakat, intellekt va nutq buzilishi qo'shilib kelgan mujassam nuqsonli bolalar. Sensor, harakat, intellekt va nutq buzilishi qo'shilib kelgan mujassam nuqsonli bolalar asosan bir nechta turli-tuman jismoniy va aqliy nuqsonlarning birlashgan holatidir. Bunda ko'pincha bir nechta sistemalarda sensorda harakat, nutq, intellekt buzilishlari va qiyinchiliklariga duch keladi. Sensor buzilish bu eshitish, silash, siypalash, ko'rish buzilishlari bilan birgalikda atrof muhitni to'liq idrok eta olmaslik. Misol uchun, ba'zi birlarida eshitish qobiliyatlarining cheklanganligi tufayli muammolar yuzaga keladi. Boshqa hollarda esa sensor sistemalarida ortiqcha yoki kamroq sezgirlik bo'lishi mumkin. Ya'ni yorug'likka juda sezgir yoki aksincha juda kam sezgir bo'lishi mumkin. Harakat buzilishlari mujassam nuqsonlilarda ko'pincha motor funksiyalarida muammolarga duch keladilar. Bu esa ularning jismoniy harakatlari, masalan, yurish, chopish, ushlash yoki murakkab harakatlarni bajarishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Harakat buzilishlari miya va mushaklar orasidagi aloqalarning zaiflashishiga bog'liq bo'lishi mumkin. Bu esa motorik qobiliyatlarda muammolar keltirib chiqaradi. Nutq va kommunikatsiya buzilishlari. Nutq rivojlanishidagi kechikishlar yoki nutqni tushunishdagi qiyinchiliklar kommunikativ qobiliyatlarni cheklashi mumkin. Nutq buzilishlari shu jumladan artikulyatsiyasi, so'z boyligi, grammatik tuzilmalarni ishlatishdagi xatoliklar va muloqotda yirik qiyinchiliklar ko'plab bolalarda kuzatiladi. Boshqa holatda ba'zi birlarda muloqot qilishda faqat cheklangan vositalardan foydalana olishadi. Masalan, faqat ko'z bilan ko'rsatishi mumkin. Intellektual rivojlanish buzilishlari. Bunda aqliy rivojlanishning kechikishi yoki buzilishi kuzatilishi mumkin. Bunda aqliy qobiliyatlari o'qish, matematikani o'rganish, mantiqiy fikrlash va kundalik vazifalarni bajarishda qiyinchiliklar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holat odatda miya funksiyalarining rivojlanishidagi cheklanishlar bilan bog'liq bo'lib, ba'zi hollarda bu autizm yoki boshqa rivojlanish buzilishlari bilan birga keladi. Sensor, harakat, intellekt va nutq buzilishlari qo'shilib kelgan mujassam nuqsonlilar bilan logopedik ish olib borish maxsus yondashuv orqali ish olib borish kerak, chunki bunda ko'pincha bir nechta sohalarda qiyinchiliklarga duch keladi. Logopedik yordam nutq va kommunikativ qobiliyatlarni yaxshilashga qaratilgan bo'lib, har bir bolaning individual ehtiyojlariga moslashtirilgan bo'lishi kerak. Bunda asosiy qiladigan ishimiz diagnoz qo'yish va individual ehtiyojlarni aniqlash. Logopedik ishni boshlashdan oldin bola uchun to'liq diagnostik o'tkazish zarur. Bu nutq rivojlanishidagi kechikishlar yoki buzilishlarni aniqlash, sensor sistemalardagi ko'rish, eshitishlarni aniqlash, harakat va motor qobiliyatlarini qiyinchiliklarini baholash, intellektual rivojlanishni aniqlashni o'z ichiga oladi. Shu orqali qaysi sohalarda eng katta qiyinchiliklarga duch kelayotganini bilib olish va unda keyingi logopedik ishni rejalashtirish mumkin. Logopedik ishning maqsadlari. Logoped yordamining asosiy maqsadi nutqini yaxshilash, kommunikativ qobiliyatlarni rivojlantirish va ijtimoiy integratsiyasini qo'llab-quvvatlash. Bunda quyidagi maqsadlar qo'yiladi. Nutqni aniq va tushunarli qilish, so'z boyligini oshirish va grammatikani o'rgatish, eshitish va eshitish orqali kommunikatsiya qilish, ko'nikmalarni rivojlantirish, harakat va motor qobiliyatlarini nutq bilan bog'lash, masalan, qo'l harakatlarini yoki yuz ifodalarini ishlatish.
Logopedik yondashuv. Mujassam nuqsonlilar bilan ishlashda yondashuv individual bo'lishi kerak, chunki har bir bola o'ziga xos va turli muammolarni boshdan kechiradi. Logoped ishning asosiy usullari quyidagilardan. Sensor sistemalarining qo'llab-quvvatlanishi. Bunda sensor sistemalardagi buzilishlarni hisobga olib, logoped mutaxassis bolaning sezgirligini rivojlantirishga yordam berishi mumkin. Misol uchun, ko'rish va eshitish. Agar bola eshitishda yoki boshqa bir sohada muammolarga duch kelsa, logoped boshqalar bilan muloqot qilishda va nutqni anglashda yordam berish uchun vizual yoki audiovizual vositalardan foydalanish mumkin. Nutq va kommunikatsiya rivojlanishi. Nutq va kommunikatsiya qobiliyatlarini rivojlantirish uchun quyidagi usullar qo'llaniladi. So'zlarni tinglash. Nutqni rivojlantirish uchun bola biror so'z yoki iborani qaytarishni o'rganishi kerak. Bu nafaqat so'z boyligini oshiradi, balki harakatlarning izdoshi bo'lishiga yordam beradi. Yengil va sodda iboralar. Nutqni rivojlantirishda bolaga sodda, tushunarli iboralar va jumlalarni ayttirish lozim. Vizual yordam bu nutqni yaxshilash uchun vizual kartalar yoki rasmlar, suratlar orqali so'zlar va ularning ma'nolarini o'rgatish mumkin. Kommunikativ o'yinlar. Kommunikatsiya qilish o'rgatish uchun o'yinlar, hikoya qilish, ertaklar ayttirish hamda ularni ifodalash kabi faoliyatlar qo'llaniladi. Logopedik ishning olib borilishi. Logopedik ishning samarali bo'lishi uchun uni muntazam ravishda olib borish zarur. Har bir sessiyada qisqa aniq maqsadlar qo'yiladi. Masalan, yangi so'zni o'rgatish, yangi harakatni o'rgatish. Keyingi bosqichimiz esa oilaviy qo'llab-quvvatlash. Har qanaqa nuqson bo'lishidan qat'iy nazar, agar ota-ona hamda logoped hamkorlikda ish olib borilsa, u nuqsonni bartaraf etish yanada osonlashadi. Shu bilan birgalikda mujassam nuqsonlilarga ham oila a'zolari yordami bilan birgalikda logopedik ish olib borish zarur hamda oila a'zolarining yordami muhim rol o'ynaydi.